Assalomu alaykum. Quizchi botda qanday qilib fayldan avtomatik quiz yasashlikni ko'rib chiqamiz. Xo'p, men quizchi botga kirib oldim va start bosamiz. Start bosganda ushbu menyu ochiladi. Bu menyudan fayl orqali quiz yasash bo'limini tanlayman. Xo'p, bu yerda ma'lumot berilgan, qanday formatda bo'lishi kerak fayl. Xo'p, biz buni video davomida ko'rib o'tamiz. Xo'p, birinchi oddiy sodda format bu maxsus belgilar qo'yish orqali yasashimiz mumkin. Xo'p, keling, oldin bitta fayl ochib olamiz. txt, ya'ni oddiy text fayl. Xo'p, ekranimda yangi fayl ochaman. Xo'p, botimiz txt va word fayllarini qo'llab-quvvatlaydi. Men oddiy text formatda fayl ochyapman. Xo'p, keling test deb fayl ochib olaman. Xo'p, biz fayl ochib oldik. Keling bu yerga biror savol va uning variantlarini yozib olsak. Xo'p, men ikkita savoldan iborat bo'lgan test yozib oldim. Xo'p, endi keling buni botimizga mos formatga o'girib olsak. Xo'p, botda oddiy eng yaxshi muammosiz ishlaydigan format bu savollarning oldiga so'roq belgisini qo'yish. Xo'p, so'roq belgisi qo'yaman. Xo'p, va variantlarning oldiga teng qo'yamiz. To'g'ri variantning oldiga esa plus belgisini qo'yamiz. Demak, bu yerga teng qo'yaman, chunki bu xato variant. Xo'p, uchtasiga xato variantlarga teng qo'yib chiqdim va to'g'ri variantga men plus belgisini qo'yaman. Savolning oldiga esa so'roq belgisini qo'yamiz. Ikkinchi savolga ham shunday qilamiz. Faylni tayyorlab oldik. Bizning testimiz ikkita savoldan iborat bo'ldi va ularda har birida 4 tadan variant bo'ldi. To'g'ri javobning oldiga plus belgisini qo'ydik. Xo'p, keyin men faylni saqlayman. Faylni saqladim va uni botimizga tashlab ko'ramiz. Xo'p, bu yerda mening faylim saqlangan. Xo'p, bizga fayl yuborishni so'raganda bot. Xo'p, men keling faylni yuboraman. Xo'p, faylni yubordik. Fayl qayta ishlamoqda bot. Va mana fayl muvaffaqiyatli tahlil qilindi va ikkita savol topdi. Iltimos, test nomini kiriting deydi. Xo'p, keling men test nomini kiritaman. Xo'p, har bir testda nechta savol bo'lsin deb so'rayapti. Misol uchun sizni testingizda ko'p savol bo'lishi mumkin. Misol uchun 200 ta, 300 ta. Bu holatda u kichik testlarga bo'lib sizga tayyorlab beradi. Har bitta bo'limda misol uchun 30 tadan test bo'lsin desangiz, 200 ta testda 200 talik savolli testda u 30 tadan qilib 7 ta bo'lakka ajratib beradi. Ularni alohida ishlashingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bizning testimizda ikkita savol bo'lganligi uchun qaysi birini tanlashimizning ahamiyati yo'q. Men 5 tani tanlayman. Xo'p, har bir savol uchun qancha vaqt ajratilsin deyapti. Bu yerga o'zingizga mos variant tanlaymiz. Xo'p, men 15 saniyani tanlayman. Xo'p, mana bitta qismdan iborat bo'lgan menga testni jo'natdi. Testni ulashishimiz mumkin. Boshlashni bosib, ushbu testni ishlashingiz mumkin. Xo'p, bu yerga boshlash tugmasini bosaman va test boshlanadi. Xo'p, O'zbekiston Respublikasi poytaxti qayer? Toshkent. O'zbekiston Respublikasida nechta viloyat bor? 12 ta. Mana ikkitadan 100% natija deb shunday testingizni tahlil qiladi. Va agar siz bu testni boshqalarga ulashsangiz, ushbu yerda reytingda eng yaxshi natija qilganlar chiqib boradi. E'tiboringiz uchun rahmat.